Bir kishi har kuni saharda o'rnidan turib, tamda esiqliq kalendarning o'tib ketgan bir varaqini yirtib etdi ekan. Kalendar, "Nimishqa meni yirtib etsan?" deb so'rabdi. "Tunugun o'tib ketgan tursa, yirtib etmay qanday qilman?" deb qaytirib so'rabdi u kishi. "To'g'ri, tunugun men o'tib ketdim. Sen talaylagan tunugunlarni kalendardan yirtib etding. Ammo tunugunda sen nimishlarni qoldirding?" deb so'rabdi. U kishi bu gaplarni anglab, beshini tuvan silib, cho'nqur o'yga cho'kibdi. Hikmat shuki, vaqt o'tayveradi. Kalendarning varaqlari yirtilaveradi. Bizmi qariveramiz. Ammo yirtilmaydigan, qarimaydigan narsa shuki, ijod, yaxshilik, ajr, mehnat. Biz bu hayotimizni yaxshiliklar bilan ma'noga to'ldirishimiz kerak. Yashgandiman odamiylik ma'nosini men. Shu ko'nglim tosh kabi qetib bo'ptikan. Ne savob, ne gunoh bilgan chig'imda gunohim haqdoriga yetib bo'ptikan. Yor bilib sirimni bersam biriga, ko'nglini yertlarga setib bo'ptikan. Ko'zlarim ko'r ekan, ko'rgini qurusin, g'aflatda bahorim ketib bo'ptikan. Men nadan men yillar oldida, nechta men uchun etib bo'ptikan. Hoshimni topganda yugurdim, ammo kun meni saqlamay petib bo'ptikan. Oxirgi pushaymon o'zimizga dushman.